Yo, bol obunachlar qizlar, yaxshisizlar, charchaysizlarmi? O'qimaysizlar bilaman. Konsertlarni tagida shu issiqlarda mazza qilib yuribsizlarmi? Короче, bugungi video вообще noodatiy video bo'ladi. Bugun top 3 ta modni sizlarga arzor qilib ko'rsataman. Qani, masalan, let's go. Birinchi modimiz bu mana shunday pistoletlar modi ko'ryapsizlar. Вообще chopkida bu modlar. Uqlashlar qaranglar, animatsiyalar вообще muah. Kayf ko'rasizlar. Otishini voy biля. Qaranglar, otishlarni qaranglar. Hop, ana. Yo'q. Hoppa. Eslar qaranglar. Otishlarni qaranglar. Voy, вообще. Kayf ko'rasizlar. Bu modni yuklasanglar, voy, dahshatda bu. Ko'rasizlar, otishini suvga tushib animatsiyasini qaranglar. Biля. Uy, suvga dahshat animatsiyada tushyapti. Vuy, o'g'rilar otish dahshat ko'p qurollar. Mazza qilib o'ynaysizlar. Bitta yana RPG ham bor, RPG. Bu bir qanday o'qlardi? U ana. Vuy, suvga tushgan animatsiyasi. Suvda animatsiyasini qaranglar. Vuy. Vuy. Animatsiya вообще ko'p. Vuy, bilan. Dahshat ishlashibdi, lekin modni maza qo'yibman, to'g'risi. Blokni ham sindirmaydi menimcha mana nima. Otib beramiz. Keyin yana bunda bitta bu bilan cheklanib qolmaydi. Keyin yana bu yerda mana. Dahshat boshqacha narsalar ham bor. Anaqa keyin mana Golden Deagle'da sariq oltinlisi ham bor. Keyin mana bir-birlarni o'ynatsangiz bo'ladi. Xullas. Keyin yana akalar bu mod bilan mana qanaqa narsalarni olib turib, xullas. Shunday qilsanglar, ustinglar giylar ko'rasizlar. Voy, вообще asal bo'lib qoladi. Sizlarga ko'rsataman. Qara orqalarini qaranglar, dahshat cho'tki mod bo'ladi. Mana qaranglar, AQShniki, Rossiyaniki ham bor bunda. Nafas olishlargacha qilgan mana. Yaxshilab eshitinglar. Uy, dahshat bo'lgan короче mod sizlarga yuklab olishni albatta tavsiya beraman. Bu modni esa qayerdan yuklab olishni videoni oxirida aytaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kanal rivoji uchun podpiska va layk tugmalarini bosib qo'yinglar. Masalan, biz keyingi modga ham o'tamiz. Bizning keyingi modimiz manaqa yangicha kitoblar qo'shib beradi sizga va bu kitoblar shunchaki ajoyib, dahshat bu kitoblar. Mazza qilib, yana shunaqa qilib sehrlasanglar bo'ladi. Yana bunaqa qo'shimcha narsalar ham qo'shib beradi mana yerdan. Errorin masalan, Kamonnikini olamiz. Bundan asosan 3. Keyin bu yerdan qilich, keyin bitta kamonni olamiz. Bo'ldi. Keyin mana buni o'rnatamiz. Mana qo'yildi. Endi buni qo'yamiz. Mana qilich qo'yildi. Endi bu asasin. Bu chiqmaydi ekan. Xullas, o'zingizlar topib olasizlar. Har bir modni men ham to'liq ishlatib ko'rganman hammasini. Mana buni masalan otdinglar deylik. Mana shu joyga. Tepadan shunaqa qilib yog'dirib beradi. Shunchaki ajoyib. Ko'rsizlar. Mazza qilib o'ynaysizlar bo'ldi. Shunchaki kuchaytirib beradi. Juda ham ko'p bu kitoblardan. Juda ko'p. 100 dan oshiq kitoblar beradi sizga. Bu kitoblardan foydalanib mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Mana qo'shimcha вообще zo'r narsalar berilgan. Runner 3 bu oyoq kiyimga ham bo'ladi. Bu Runner 3 oyoq kiyimga asosan tezroq yugurtiradi sizni. Hop, mana bu yerdan oyoq kiyim olsak, keyin buni bu yerga qo'yamiz. Mana keyin buni shunday kiysak,
Ko'rasizlar, yugurishning tezligi boshqacha, tezroq yuguryapti mana. Ancha-muncha tez. Tezlik ko'ryapsizlarmi? Animatsiyalargacha qilingan bunisi. Animatsiyalargacha ajoyib qilingan. Mana. Orqasidan tutun chiqyapti, ko'ryapsizlarmi mana? Tutunlar chiqyapti. Shunchaki bu просто ajoyib mod. Yuklab olinglar, soatim kommunistlar bilan. Endi navbat 3-chi, eng zo'r hamma kutgan modga. Qani bo'lmasam, let's go. Bizning 3-chi modimiz mana bunaqa mod. Bu modda har xil bo'y dahshat qurollar qo'shiladi. Ular bilan sizlar mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Mana 12 atak damage deb qo'yibdi. Har xil narsalardan yasasanglar bo'ladi. Keyin bu yerda mana kamonlar ham bor. Woodbow, har xillari bor. Ularni mazza qilib skilllarni ko'ryapsizlar. Mazza qilib ishlasanglar bo'ladi xullas. Oddiy kamondan farq qilmaydi, lekin juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli ishlangan. Keyin bu yerda kitmonlar ham bor. Side, ya'ni kitmon. Keyin bu yerda bunaqa bolg'alar, kattadan sal kichkinaroq bolg'alar ham bor. Keyin yana nima desak bo'ladi? Bu yerda mana bunaqa kichkina qalqonchalar bor. Unga qo'shib mana bunaqa katta qalqonlar ham bor mana. Buni kiysanglar bo'ladi qalqonni mana. Ko'rasizlarmi yondagisini? Ajoyib, просто zo'r qalqon. Hozir buni bir o'rtasini kiyamiz. Keyin bu yerda yana mana qilichlar bor bu yerda. Qo'shimcha juda ham zo'r qilichlar mana. 10 atak damage. Yana bu yerda 12 atak damage beradigan qilichlar ham bor. 13 atak damage. Juda ham zo'r qilichlar bular mana 13 atak. Eng uzog'i 13 atak. Mazza qilib bu qilichlar bilan Visioniyada yasab ursanglar bo'ladi. Keyin bu yerda tridentlar ham bor. Tridentlar mazza qilib bu bilan ham urasizlar. Plus bu narsalar juda ham ko'p. Mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Eng qizig'i mana juda ko'p. Eng kichkinalari ham bor mana. Bolg'acha. Qalqon ko'ryapsizlarmi? Qalqon turishini qaranglar, qalqon. Qalqonni qaranglar, dahshat. Uy. Такой красавчик bo'ldim-ku men. Вообще-ku, yo bola. Dahshat-ku bu. Xullas, mana shu modlar top 3 taligi. Bu modlarni uchalasini ham sizlar baholab ketasizlar. Video agar qiziq bo'lgan bo'lsa, kanal rivoji uchun albatta podpiska va like tugmalarini bosib qo'yasizlar va kommentariyada videogacha baholaysizlar. Agar video yoqmagan bo'lsa, bemalol dislike bosishinglar mumkin. Yoqqan bo'lsa, bemalol like bosasizlar. Xayr, salomat bo'linglar.